Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa biz yana Sangardak ko'lidamiz. O'sha Sharsharadan oqib keladi suvda. Bilsalar o'tgan safar ko'prikdan video qilgan edik. Endi esa mana shu ko'prikdan bu tomonga qarab izlash ishlari davom etyapti. Ichki ishlar xodimlari yana u yoqda yuribdi. Hozir suvda bor degan gumon bilan yana ichki ishlar xodimlarini bu yerda birgalikda hamkorlikda bizlar bilan birgalikda izlayapti. Biz esa xolisona hamma joyda yoritib boramiz. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, xudo xolasa bironta yangilik bo'lsa inshaalloh sizga xabar qilamiz. Aytganimizdek suvni ko'ryapsiz qanchalik kamayib ketgan. Bu tomonlar esa ariq bo'lib qolgan. Evet, ekskavatorlar ishlayapti. Ekskavatorlar ko'rishingiz mumkin. Ulardan ham bitirib olganmiz. Videolar davomida ko'rib borishingiz mumkin. Bo'lsa, imkon qadar hamma joy yoritib borish harakatidan hozir Sangardakdan tepadan pastda 100 dan ziyod insonlar, ichki ishlar xodimlari, o'sha barcha xodimlar birgalikda yanada kuchaytirildi. Mana shu Zubayda Toshkentga borib kelgandan keyin ichki ishlar tomonidan odamlar ko'paytirilib, yanada bitta birgalikda balkim 3 kun bo'lishi mumkin, balkim 2 kun bo'lishi mumkin qidiruv ishlari mana shuni shu yerlarda davom ettiriladi. Hamma joy qo'ldan kelgancha ko'zdan kechirilib borilyapti. Shu inshaalloh xudo xolasa topilib qolsa sizlarga xabar qilamiz. Videolarni kuzatib borib, fikringizni kommentariyada yozib qoldirasizga umid qilamiz. Zubayr taqdiriga befarq bo'lmagan obunachilardan hammasi Alloh rozi bo'lsin. Videoga like bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'pchilik Zubayr taqdiriga befarq emas, ular ham xabardor bo'lsin. Nima bo'lyapti, nima bo'lib tugaydi, hammasini xudo xolasa sizlarga qo'yib kuzatib boramiz. Mana Zubayr dadasi ham atikasi bilan ichkarida izlab yuribdi. Hamma yerda, mana yerda shu tog'asi bor. Mana shu tog'asi bo'ladi. Yaqinlarda xolisona izlab yurgan bolalar bor. Ichkarida buyoqda yo'ldan kelganlar. Mana turbagacha o'zi keldik. Mana shu suvning oxiri qayergacha boradi? Bugun 22 kilometrda ko'riladi deyapti. Ko'rib boqamiz. Mana suvlar shunday bo'lib qolgan. Xullas mana shunaqa gaplar. Bu yerda ko'ryapsiz. Hammasi ko'rinadi. Biz hattoki bironta misol uchun hozir ichki ishlar xodimlari hamma misol uchun suvda deb kimdir gumon qilgan bo'lsa, o'sha suvni yana takror izlanyapti. Chunki o'tgan safar bu tomonlar ko'rilmagan edi. Hozir 10 ta, 12 ta odam bilan hamma joy bizdan oldin ketayotgan xodimlar bo'ladi, ichki ishlar xodimlari bo'ladi. Ular bizdan oldin ketyapti. Tekshirib biz orqa tomondan yana bir sirama ko'rib ketyapmiz. Hamma joy ko'rishaylik. Xullas, videoni oxirigacha ko'rsang hamma joy qo'yib boramiz. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, mana bu yerlarda ham o'sha keldik, davom ettiramiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, odamlar har birimiz aramizda 5 metr, 10 metrda masofa bor. Ko'zimiz bilan ko'rib, mana jing'illarning atroflarini ham. Chunki men shu yergacha suv bo'lgan oldin. Sizlarga imkon qadar hamma joyda yoritib borishga harakat qilyapman. Kuzatishda davom etingizlar. Nimadirni ko'rsangiz, screenshot qilib olinglar. Sizlar ham ekran ortida kuzatib borayotganlardan hammasi Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday atroflarni ko'rib, yerlarni sizlarga hamma joyda, misol uchun biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib ketyapmiz. Sizlar ham Zubayr taqdiri befarq bo'lmaganlaringiz uchun sizlar uchun ham video rolik qilib tayyorlab ketyapmiz. Bu joyda ko'rsatish maqsadida. Ko'rishingiz mumkin. Hozir hammamiz bo'linganmiz. Xullas bugun 22 kilometr atrofida 3 kun atrofida qidiruv bo'ladi. Xudo xolasa shu topilmagunicha qidiruv ishlari bo'ladi deyishyapti. Endi mana shu quruqlikda mana ko'ryapmiz. Suv qancha sellar kelgan, toshqinlar bo'lgan. O'sha suv narigi tomonda o'zi ko'rinayotgan bo'lsa, tepadan tushib kelyapti suv.
Nega shu yer biriktirildi? Ashta 10 metr joy. Ikki tomonga qarab, oyog'im tagiga qarab, hamma joyni kuzatib boryapman. Mana shu yerda yurib qidirish ishlarini olib borib. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatib boryapsizlar. Biz xudo xolasa mana shu yerda ichki ishlar xodimlari birgalikda hamkorlikda yana qidirish ishlarini olib boryapmiz. Hamma joyda ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin xudo xolasa birorta yangilik bo'lib qolsa sizlarga xabar qilamiz. Kuzatishda davom ettiringizlar. Videolarni qo'yib boramiz. Hamma joyda olmasak ham sizlarga shu o'zimiz yo'l juda uzun, ham issiq, ham qidiryapmiz, ham hamma tomonni ko'ryapmiz birgalikda. Imkon qadar ko'rib boringlar. Hech bo'lmasa bir agar suvda bo'lsa, hech bo'lmasa bir shatagimi, kiyimimi o'shani qidirish maqsadida suvga tushganmiz. Endi hammasi Allohdan ko'ramiz. Xudo xolasa biror yangilik bo'lib qolsa xabardor qilamiz sizlarni. O'tgan safar suvda favqulodda holatlar suvda yo'q, yerda yo'q degan shu otasi yig'lab edi. Keyin ham men ham shuni to'xtatgan edim. Bugun yana shu Zubarda Toshkentga borgandan keyin, ichki ishlar vaziriga uchrashgandan keyin hozirda bizda yana ham kuchli qidirish ishlari olib borilyapti. Kuchli qidirish ishlari olib borilyapti. Birgalikda hamkorlikda. Mana ariq suvini ko'rishingiz mumkin. Qanday bo'lib qolyapti. Mana shunday holat bo'lib qolgan. Suvda oqishini ko'rishingiz mumkin. Ariq bo'lib qolgan, ariq. Suvlar. Qancha suv kelgan. Tunna suv kelgan. Bu yerda ham ekskavator kovalyapti, yo'lda bolalar yuribdi uni. Bu yerda ham qazishlar olib borilyapti. Bolalar yuribdi. Xodimlar shu yerda. Kuzatishda davom eting. Yangilik bo'lsa qo'yib boramiz. Mana suvlar yotibdi bu yerda. Suvlar o'zi chaqadimi yo tishladimi? Bilmayman aka. Mana shunday gaplar. Kuzatishda davom eting. Qo'limizdan kelgancha hamma joyda ko'rsatamiz. Biroz mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Hamma ishlar shu yerda. Inshaalloh duoda bo'lib turinglar, xudo xolasa bironta yangilik bo'lib qolsa sizlarga xabardor qilamiz. Kuzatishda davom ettiringizlar. Shunda issiq zontda yuribmiz. Hammani xudo xolasa bironta yangilik bo'lib qolsa xabardor qilamiz. Kuzatishda davom ettiringizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana biz yana suvda qidirish jarayonida davom ettiryapmiz. Bilsalaringiz, ana ko'prikdan biz mana shu yerga keldik. Hozir mana ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda izlayapmiz. Zontiga olganman, endi sal issiq bu yog'i, o'shaning uchun suvlarni sizlarga imkon qadar hamma joyda ko'rsatib keta olmayman, lekin qidirgan joylarni o'sha sizlar Zubar taqdirga befarq bo'lmagan insonlar uchun ko'rsatib ketaveraman-da, bor joylarni. Hozir biz yana shu ichki ishlarni şöyle birgalikda hamkorlikda qidirishlarni u tomonga qarab davom ettiramiz. Mana shu suvlarni ichidan ketyapmiz. Men bu yerdan tushganman. Mana izbaydalar bu yerda, tog'asi bu yerda. Ichki ishlar xodimlari narigi betda ham xodimlari yuribdi. Imkon qadar hamma joyda qo'ldan kelib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, mana suvda toshlar ko'rinib qolgan. Suvda qarang, qanday kamaygan.
Mana hozir pastda o'yin kuchi mana shu yerda yuribmiz. Sangardagi tepa qismida xullas bir 100 kishimi shunaqada bo'lindi-da. Hamma 20 kilometr, 22 kilometrda masofani izlaydigan darajada bo'lindi. Shu yerda ichki ishlar xodimlaridan so'radik. Mayli dedi, keyin biz aytdik shu bo'layotgan hodisalarni hammasi yoritib ketsak bo'ladimi? Bo'ladi dedi. O'shaning uchun biz sizlarga hurmatli kuzatuvchilar hammalaringizga hamma joyda imkon qadar yoritib borishga harakat qilamiz. Bu yerda xudo xolasa hamma ishlayapti. Ichki ishlar xodimlari ham hammasi shu Zubayni qayerda ekanligiga qiziqib o'sha topishga harakat qilyapti. Nega ketyapti? İçinde ko'rinadi. Ya da aktivite. Ya da odamlar. Ham oldinda ketyapti birma-bir. Hamma joyda ortamiz qolsa. Do'stlar, ilon. Baliq yeyapti. Suv ilon menimcha. Nasıl böyle şu an suyda? Çak olmasa da hızlı. Güzel devam etti. Hamma joyda imkon qadar yoritishga harakat qilaman. Mana bu yerda aytganimizda ekskavator ishlayapti mana bu yerda. Mana shu yerlarda qozib tashlaganda toshlarni olaman deb bozor ariqcha bo'lib qolgan. Xullas shunday. Xullas hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda tosh ortish jarayonlari ham ketyapti. Hozir barcha xodimlar shu yerda ichki ishlar bilan ketyapti. Hamma tosh qo'yib, suvni joylayapti. Hozir akamizdan so'raymiz, o'zlarining yuzini ko'rsatmaymiz. Aka, qanchadan beri shu yerda ishlayapsiz? May oyidan beri ishlayapman. May oyidan beri. Suvlar ko'p bo'lgan vaqtda shu yerdamisiz? Biron nima ko'zingiz tushdimi? Yo'q, holat ko'rganim yo'q. Suv kattaydi, katta. Buni kimroqni ko'rishlaring ham mumkin. O'ynab o'tgan-ku. Sizlardan bilan kelgan suv bunaqa holat bizga ko'zimizga ko'rinmadi. Kelib ketgan kadrlarga qo'ldan kelgancha aytamiz. Ayoq kiyim bo'sh, bunaqa narsa kuzatilmaydi. Shuni so'rang dedim. Chunki biz hozir bularni hammasi ijtimoiy tarmoq yoritib ketyapmiz-da. Xolislardan o'zini ko'rsatmagan holatda so'rayapmiz shu yerda ishlayotgan xodimlardan. Aka, rahmat sizga e'tibor uchun. Agar bironta yangilik bo'lsa xabar qilsangiz inshaalloh ichki ishlarga shu nimadir ko'rib qolsalaringiz xabar qilsalaringiz yaxshi bo'lardi. Hozir mana ichki ishlar brigadasidan shu yerda hamkorlikda yana qidirishlarni ishlarni olib boryapmiz. Rahmat aka. Xo'p, charchamayman. Hozir mana akalarimizni so'radik. Hozir mana yana ikkita akalarimiz kelyapti izimizdan. Xullas, ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonlarda yana qidirishlarni olib ketyapmiz. İmkon qadar hammadan intervyu olishga, kimdir misol uchun intervyu beradiganlar bo'lsa, o'sha intervyu olaman. Intervyu bermaydiganlardan so'rayotganimiz ham yo'q. O'shaning uchun o'zidan so'rab, o'zini ko'rsatmasdan turib video qilib olamiz. Bo'lsa, inshaalloh birgalikda izlab yorug' yuz bilan shu Zubayjon topilib, yana hozir ichki ishlar xodimlari yanada kuchaytirildi va yanada ishchi xodimlar ko'paydi va biz o'zimiz bu yerda 5 kishimiz. Bu xodimlar o'zi ham bu yerda bu tomonda bir 10 kishi, 8 kishi yuribdi. Tepalarda mana bunday joylarda, hamma joylarda ko'ryapti. Mana bu yerlarcha qozirgan. Bu akalardan ham so'radik. Hozir mana qozayotgan akalardan xudo xolasa yangilik bo'lsa edi, yana sizlarga xabar qilamiz dedi. Eshitganlaringizdek. Biz xolisona hamma tomonni yoritib boramiz. Kuzatish davom eting. O'zi suvda qidirish ishlarini men to'xtatdim dedim. Ko'pchilik mendan xafa bo'ldi. Yo'q, faqat bizga ma'lumot bersa yana kelib izlashga davom ettiramiz degan maqsadda aytdim. Chunki o'zim kelib har kun bo'lmasa ham suvda qidirib yursam bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bas mana shunaqa gaplar. Hamma videolarni ketma-ket joylab boraman. Kuzatishga davom etib boravering. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu trubagacha yetib keldik. Ko'rishingiz mumkin. Narigi tomondan bolalar izlayapti. Mana bu yerdan yurib kelyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hamma joyni izlab
qidirib kelyapmiz. Mana ko'prikdan bu yoqqa. Mana bu yerda ariq olib ketgan. Hamma joyni ko'ryapmiz. Sizlarga uyga qadar yoritib borishga harakat qilyapman. Zubayr dadasi, tog'asi suvda yuribdi, izlash bizlar bilan birgalikda. Bizlar mana shu oldinda ichki ishlar xodimlari ketyapti. Biz arqa tomondan yana bir marta ko'rib ketyapmiz. Endi xolisona hamma joyda sizlarga yoritib boraman. Kuzatib borasizga umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa yangilik bo'lsa xabardor qilamiz. Sababi obuna bo'lib, like bossangiz, keyingi video chiqsa sizga boradi. O'shaning uchun aytayapman. Doim bundan keyin ham har doim qo'llab-quvvatlab yuringlar. Vallahi ko'rsizlar. Suvni ko'rishingiz. Suvda ko'rinyaptimi? Toshlar ko'rinyapti. Bir joyda izlatganimiz yo'q. Endi ketyapmiz. Suv omboriga qarab ketyapmiz. Bugun 22 kilometr izlanadi deyapti. Hamma joy ko'rinyapti. Suvda, quruqlikda hamma joyda odamlar bor. Xullas 3 kunlar qidiruv ishlari olib boriladi deyapti. Borishingiz mumkin. Yangilik bo'lsa xabardor qilamiz sizlarga. Patinka. Boshqa patinkalar, unaqa patinkalardan chiqib kelyapti. Mana shu tepalargacha suv bo'lgan, ha? Sardor? Shu tepalargacha suv bo'lgan, to'g'rimi? Shu tepalargacha suv bo'lganda. Mana bizlar bilsangiz ikkalamiz bu tomondan ko'rdik, mana turbadan endi bu tomonga qarab. Mostda edi, ko'rib kelganmiz. Shu o'tyapti-ku, ekskavator. Hozir endi bu tomonga qarab keladigan odamlar aha, suv omborlarini ko'radi. suv omborlar ko'rar ekan. Xullas bizlar kuzash davom eting, hamma joyda imkonlar yoritib boramiz. Yergacha keldik, mana bu yerlarni ko'ryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Yana xodimlar, tepada ham xodimlar. Yana ham xodimlar yuribdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizlar o'sha bu tomonda to'liq hamma yoyildi. Onda yoyilyapti. Shu tomon hamma. Xullas shu tomon yoyilib, hamma joyda ko'rib ketyapmiz. Biz sizlarga boya u yoqlardan ko'rsatdik. Endi hamma joy to'liq olinmasak ham imkon qadar sizlarga ma'lumot berib boraveramiz-da. Mana bu tomonlar tepalarni izlab kelyapti aka. Shu tomonni endi mana o'zim yana bir qarab chiqaman. Suv mana ko'ryapsizlar, suv shu yo'qolib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir narada ham traktorda tosh ortayotgan ekan, uni ham so'raymiz hozir. Hamma joyda. Pamperslar ekan bular, hammasi pampers. Hadi usullar. Patinka. Sho'rladik. Oqib kelgan shu. Varrakcha ekan, bunday qilsak ishlaydi. Qotib qoldilar. Ko'rlar. Sizlarga nimadir ko'rinsa aytingizlar-da. Mana shunday. Qidirish ishlari olib boryapmiz. Xudo xolasa videolarni kuzatib boringizlar. Hammasini birma-bir qo'yib boraman. Imkon qadar sizlarga yoritib. Sizlar bo'lsa obuna bo'lib, like bosib, istoralaringizni qo'yib qo'yingizlar. Kimdir Zubayr taqdirga boya aytganimizda befarq bo'lmaganlar bo'lsa, o'shalarga yetib borish uchun.
Ko'rishingiz bu yerda ham ekskavator ishlayapti, nima traktor. Ko'rinayotgan bo'lsa sizlarga. Bizi issiq ancha ko'zga ko'rinmayapti. Hamma xodimlar shu yerda. Yigitlar ham ko'rishadi. Issiq juda. Gaz kuzatishda davom eting. Hamma joyga qo'yib boraman. Hurmatli kuzatuvchilar, Arab qoldigan joyni suv ketyapti ichida. Bir kishi ichida ketyapti. Xodimlarni atrofni ko'rib, men esa bu tarafni ko'rib ketyapman. Sizlarga imkon qadar hamma joyni yoritishga harakat qilyapman. Kommentariyada har narsa deb tashlamaysiz. Taqdirga befarq bo'lmagan insonlar bor. O'shaning uchun shular uchun yana videoni kelib suvdan qidirishlarni olib boryapmiz. Birgalikda. Hali 3 kun davom etar ekan. Kimda kim agar kelaman deydiganlar bo'lsa, ko'ngillilar bo'lsa, kelib ommaviy qidirish ishlari olib boriladi. Birgalikda yordam bersalaringiz bo'ladi. Arkadaş. Biz bu yerda o'sha bu yerda ham aytdim sizlarga boya ekskavator ishlayapti dedim. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Biz menga biriktirilgan joy mana shu yer. Shu atrofda ko'ryapman, hamma bo'lib oldi 10 metr 10 metrdan. Yerlar bilan ko'rib ketyapmiz. Hozir o'sha yerdan keldik. Xullas. 10 kilometr bosib oldik. Endi taxmin balkim 3-4 kilometrdir. Ketyapmiz. Bugunga 22 kilometr biriktirilgan deyapti. Hozircha ko'zdan kechirib ketyapti hamma. Hozir mana o'sha mana yerda jingillarga kelib qoldik. Shu atrofni mana shu xodimlar zich bo'lib, o'sha uchun bir joyda turmayapti. Ikkita tomonda turib izlab ketyapti. Cho'p bilan. Nahotki bironta narsa topilmasa, hech bo'lmasa probka shatagim chiqish kerak edi. Mayli, agar shunday Zubayr suvda deydiganlar bo'lsa, probka shatagim chiqish kerak, lekin yo'q mana ko'rib turibsiz, ekran ortida nechta inson kuzatyapti. Ichki ishlar xodimlari ham, Zubayr dadasi ham, ko'ngillilar ham. Misol uchun bizlar ham birgalikda mana shu yerda izlab qarayapmiz. Yo'q. Bugun 6-avgust. Isloh. Videolar ketma-ketlik chiqadi. Kuzatib borsalaringiz, hammasini qo'yamiz. Biz ekran ortida mana shunaqa qilib sizlarga gapiryapmiz orqa tomonda, lekin ko'zimiz hamma tomonni tekshiryapti. Mana shunaqa. Mana loy bo'lgan sababi ichidan kirib tekshirib ketyapti. Biz shu davom etib turingizlar, qo'yib boramiz. Ko'rishingiz mumkin, o'sha suv quriganidan yerlarda yorilib ketyapti. Xullas 3 oy davomida qidirilayotgan Zubayrni juda ko'p insonlar kelib yordam berib izlashyapti. Zubayr dadasi nariga betda yuribdi. Issiq kallada o'tib ketyapti. Hamma ichini olgan. Biz kuzatuvchilarga hamma joyda imkon qadar yoritib borishga harakat qilyapmiz. Ichki ishlar xodimlari ham hammasi shu yerda 3 oydan beri oshgan, ko'pchilik aytadi 3 oy bo'ldi, endi nima bo'ladi deb. Yo'q, izlashyapti, topishga harakat qilishyapti. Hattoki bitta hech bo'lmasa bir shatagimi, kuylagimi agar suvda bo'lsa, o'shani izlashyapti. Hamma birgalikda. Bo'lingan. Hozir pashta 5 kilometrlar yurdi bu. Boya videoda o'nda yorganman. Endi bizga juda uzoq ko'rindi-da, mana shunaqa qarang, qancha uzoq. Bizlar kelyapti. Evet, ichki ishlar xodimlari hamma birga kezyapti. Boshqa tumandan ham kelgan ichki ishlar ham bor ekan. Misol uchun Oltinsoydan ham, Denovdan ham, Sariosiyoning o'zidan ham. Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar.
yangilik bo'lsa inshaalloh xabar beramiz. Nimadir bo'lsa sizlarga aytamiz. Sizlardan yoshiradigan sirimiz yo'q. Mana shu yerda toshni makoni ekan bu. Mana shu yerlarda sel kelgan deyapti. Suv shu yerlardan o'tib ketgan ekan. Bu yerlardan hozir toshlarni olib ketishgan. Ancha tosh kerak bo'lsa deydi. Bunga izlana. Narigi tomonda yurib odamlar. Tomonda. Men sizlarga imkon qadar hamma joyda yoritib borishga harakat qilaman. Bo'lsa, bugun yangilik bo'lsa xabardor qilaman. Lekin aynan men ham hech kim ham ayta olmaydi. Suvda bor deb yoki suvda yo'q deb. Xullas men o'sha vaqtda aytgan edim, videoni suvdan qidirishni to'xtatganman men o'zim kanalimda edim. Ko'pchilik obunachilar aytgan uchun yana kelib qidirishlarni olib boryapman. Shu Sardorda oldida yelkama-yelka birga turib, bo'lsa inshaalloh shu yerda birgalikda, hamkorlikda izlaymiz. Nima bu? Ya bizdan emas ular. Ular ham shu izlab kelayotgan odamlar. Mana shunaqa gap. Xullas hozir mana shu yergacha qidirib keldik. Mana shu atrofgacha hozir bu yoqqa ichki ishlar odamlar shahargacha ketyapti, zavodgacha. Biz bu yoqlarni ko'rdik. Xullas ham shuki, hozir mana shu bilmayman, bashta bir 7-8 kilometrmi yurdik. Lekin hech narsa topa olmadik, to'g'risini aytsam. Suvda hech narsa topa olmadik. Shunday bolalar suvsagan, endi suv ichgan tepaga chiqib soat 12dan 11dan oshdi, 11:30 bo'ldi. Endi suvga qaytgan mana bu yerlardan ko'rishingiz mumkin. Tosh shuncha balandlikda qolgan, bu yerlar kovlangan. Mana shunday turibdi yoqda hamma xodimlar. Shu yerda endi tepada ham bor deyapti, lekin biz tepalar ko'rganimiz uchun biz mana past ko'rib mana shu yergacha bo'lgan holatni sizlarga yoritib bordim. Plus mana shunaqa gaplar. Hurmatli kuzatuvchilar, bolalar yechinib olgan. Shu kun issiq. Tosh, qum. Ketdiki. Mana shunday gaplar. Plus bizni kuzatishda davom eting. Yerlar ochilib qolgan. Issiqligidan qurib ketganda mana bu yerlar. Hozir ular narigacha izlar ekan. Boyagi shag'ilgacha borar ekan, keyin o'shadan bironta Damas'ga minib aynalib kelar ekan bu yoqqa. Hozir endi bolalar hammasi abitga chiqyapti ekan. Abitdan keyin yana qidiruv ishlari davom ettiriladi. Xullas 3 kun bo'ladi deyapti. Xullas sonborgacha tugatamiz dedi, qidirib. Endi necha kunda tugatsa tugatar. Shu sonborgacha dedi, qidirib dedi, ko'ramiz dedi. Hozir biz qaytguncha atroflarni ko'rib ketingizlar dedi. Yana bir ko'zdan kechirib ketamiz. Mana shunaqa gaplar. Hurmatli kuzatuvchilar, kuzatishda davom eting. Hozircha xulosamiz mana shu yergacha biz hech narsa topa olmadik va ko'rmadik. Mana to'g'ri desa-ku yaqinroq bo'laman. To'g'ri ketishimiz kerak. Xullas, mana shu yergacha bo'lgan holat bo'yicha sizga qisqacha ma'lumot berdik. Bu yerda xodimlar mana hali shu yerda suv ichishyaptilar bu yerda. Shunaqa gaplar. Shunaqa gaplar. Xullas, nima deyishni ham bilmaymiz. Issiqda. Imkon qadar hamma joyni ko'rsatdim deb o'ylayman. Kuzatib boringizlar. Nimadir yangilik bo'lsa xabardor qilamiz. Ular do'stlar, ko'rib turibsiz, atrofni ko'rsating kamerachi. Sangardakdan keladigan suv mana shu atrofda oqaydi. Mana shu yerdan oqib, nariga chiqib ketadi. Ko'rgan bo'lsangiz, narda 5-6 ta odam yuribdi. Ichki xodimlar, ko'prikga yaqin edik. O'sha ko'prikgacha bo'ladi. Biz hozir o'sha ko'ringan odamgacha bordik va biz sizga yuqoridan bu yerdagi holatni ko'rsatamiz. Bu yerda qozish ishlari juda ko'p olib borilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sababi bu atrofda esa
bulzorlar toshlarni kovlab o'sha aholiga kimgadir o'sha kim aytsa yetkazib berilyapti. Tosh qozish ishlari ham bu yerda jag'alib ketar ekan. Bu tomonni ko'rib turdik, jingildan beri. Bu tomonda suv yo'q. Bu tomonlardan ko'rdi, agar mabodo agar shu yerda endi xudo biladi, o'sha agar shunaqa zubayr bo'lsa, bironta hayvon tortib ketishi mumkin. Bu tomondan ko'rdi boyagi kishilar. Xullas, biz nima demoqchimiz, hurmatli obunachilar? Bir so'z bilan. Sizlarga imkon qadar hamma to'liq ma'lumotlar berdim. Bu videoni o'sha joylayman, qachondir ko'rasiz. Sizlar lekin avgust 6-si bo'ladi. Abitgacha bo'lgan holat bo'yicha hammasini ko'rsam, bizlar bilasiz, iyul 3dan beri mana shu yerdamiz. Mana 1 oy 2 kun bo'libdi. Qo'limizdan kelganini imkon yetgancha hammasini yoritishga harakat qildim. Bu yerga mana Sardorni o'sha Zubayrni tog'asi, dadasi va amakisi shu yerda bizlar bilan yuribdi. O'zimizni mashinada olib kelganmiz. Imkonimiz yetgancha hamma joyda sizlarga ko'rsatishga harakat qildik. Yana ko'rishingiz mumkin, bu tomonga qarang, o'sha suv yo'q. Mana shu yerda bora videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu atroflarni izlab ko'rsatib sizlarga keldik. Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Tepadan ham men sizlarga ko'rsatayin dedim. Nimadir gaplaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizni bundan keyin ham kuzatishda davom eting. Bundan keyingi video roliklarni qo'yamiz. Qanaqadir yangilikmi, uy sotishmi yoki bironta tomorqa sotishmi, qanaqadir reklamalar bo'lsa, bizni kuzatib borsalaringiz, hurmatli angorlik, hurmatli surxondaryoliklar. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarni kuzatib like bosib yuring. Rahmat hammaga.